Men aktrisa Zuhra Soliyevaman. O'zi asli Samarqandliman. Samarqandni sevaman. Baribir yuragim shu yerda tug'ilganman, o'sganman. Havosi boshqacha, mehri boshqacha, insonlari boshqacha, uylari ham boshqacha ekan deb qarasam, birdan Gulobod Avenue'ga ko'zim tushdi. Qarasam, qulayliklari ham yo'qdi, qurilishi ham yo'qdi, lokatsiyasi ham yo'qdi. Bahavo toza joylar. Keyin Samarqandimdan bitta vatan qilay deb uyaldim. O'zimga nimani ilinsam, sizlarga ham shuni ilinyapman. Sizga ham Sanjar yarim umringiz Samarqandda o'tyapti to'yda. Bitta vatan qilib qo'ying. Yaxshi joy lekin. To'pa-to'g'ri. Gulobod Avenue'ga gapirishim emas, manzarasi bu yoqda tog' ular chiqib ketishga Gulobod Avenue. Kinolarda bir umr er-xotin o'ynaganmizda. Endi qo'shni bo'lamiz Gulobod Avenue'da. Albatta, qo'shni bo'lamiz. Gulobod Avenue. Avenue. Barakali joy ekan Sanjar. To'y ham ko'p chiqadi. Kelinglar, Gulobod Avenue quchoq ochib sizlarni gullar bilan qarshi oladi. Gullari bu chiroyli uylari. BBS Holding nurli kelajak sari.